Assalomu alaykum obunachilar, kanalimizga takror xush kelibsizlar. Xudo xolasa bugun sizlarga yetkazib qo'yadigan ba'zi bir yana bir yangiliklarim bor edi. Bu yangiliklarni yetkazmasdan oldin doimgidek kanalimizda yangi bo'lsalaring, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmanglar. Va bundan tashqari doimgidek yana mana shu yon tomonga yozib qo'yapman. Agar bizga bog'lanmoqchi bo'ladigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, avvalo mana shu meni Instagramim, men bilan bog'lanmoqchi bo'ladigan insonlar mana shu Instagramdan, TikTok'im ham bor, xuddi mana shu ismda, har yerda sayohat olami. Facebook'da ham bo'lsin, Odnoklassnikida ham bo'lsin, butun hamma yerda sayohat olami deb meni qidirishlaring mumkin. Endi bundan tashqari azizlar, yana bir gruppa ochamiz, xudo xolasa. Yaqinda mana shu gruppani ham sizlarga men e'lonini beraman. Bu gruppaga albatta kirib qo'shilinglar. Xabarlaring bo'lsa, mana shu ba'zi bir yangiliklarni subshestva yeriga yozib, ya'ni berib yozib o'tgan edim, xabarlaring bordir. Va uni albatta sizlarga %100 hozir bir chiroyli tushuntirmasdan oldin ba'zi bir narsalarni aytib qo'yay. Mana shu bir nechta ukalarimizni, mana shu Serbiyaga topshirgan ukalarimiz bor edi, aka ukalarimiz bor. Bularni hozir 9 tasini vizasi tashdid chiqdi. Ya'ni 6 tasiniki %100 garantiya chiqdi, ya'ni 3 tasiniki yana yaqin kunlarda chiqib qoladi. Ana shuning uchun ham agar mana shu aka ukalarimiz ko'rayotgan bo'lsa, albatta menga Telegramni ularga berganman. Telegramim yo'q bo'lsa ham baribir Instagramdan bo'lsa ham menga chiqsinki, chunki kech qolmasin, iloji boricha tezroq bularni harakat qilib, tezroq shu Serbiyaga kelishlarini firma so'rab turibdi. Va bundan tashqari azizlar, Serbiyadan tortib Liviya bo'lsin, bundan tashqari Alloh nasib qilsa yana bir narsa yangilik sizlarga, ko'pchilik mana Gruziyaga kela olmadi. Juda ko'pchilik, juda kam inson, sanoqli inson keldi. Alloh nasib qilsa mana shu Gruziyaga xudo xolasa bitta ikkita firma bilan gaplashdim. Endi men sizga yozib qo'yganman. Xudo xolasa yaqin kunlarda bir javob kelib qolishligi mumkin. Balki bir oyda, balki 15 kunda, buni bir narsa deya olmayman. Sizlarga xudo xolasa shaxsan o'zim ustida turib sizlarga xudo xolasa priglasheniyalarni ham qilib beraman. Xudo xolasa bir nechta firma bilan yaqinda gaplashganman. Xudo xolasa ko'ngillaring xotirjam bo'lsin. Chunki hozirgi kunda ya'ni harakat qilib yurmanglar Gruziyaga. Chunki kirish juda ham qiyin bo'lyapti. Hamma ham kira olmayapti. Mana misol deylik, hozir juda ko'p bolalar keldi, 5 tadan keldi, 6 tadan keldi, 2 tadan keldi, 3 tadan keldi. Ikkitasini ham qaytarib olgan bo'ldi. Hali 3 tasini baravarga qaytarib olgan ham bo'ldi. 5 ta kelgan bo'lsa, 5 tadan faqat bitta odam kira oldi, qolgan 4 tasini qaytarib yuboryapti. Mana shunaqa bo'lib, bekardan haliga pullaring ketib qolyapti. Xudo xolasa Alloh nasib qilsa, bir nechta men firmalar bilan gaplashdim. Xudo xolasa mana shular agar priglasheniya qilib beramiz degandek qilishdi. Xudo xolasa agar javoblar kelib bo'ldi, gazga bosaver biz qilamiz deydigan bo'lsa, priglasheniya qilib beramiz deydigan bo'lsa firmalar, Alloh nasib qilsa sizlarga mana shu Gruziyaga ham priglasheniyalarni qilib beraman. Va bundan tashqari azizlar, Iroq davlatiga ham Alloh nasib qilsa yaqin kunlarda sizlarga yana u yerlarga ham shu vizalar qilamiz. Liviyaga mana qildik va odamlar hozir bizni vakansiyamizni Liviyaga to'lib qolgan. Hozir mana shu Serbiyaga, Yevropa davlatlaridan shu Serbiya bo'lsin, Bolgariya, Latviya, Litvaga ham faqat fura uchun qilinyapti. Xabarlaring bo'lsin, Litva faqat fura bor. Va bundan tashqari nima bo'lsin, otin kurgur nima deydi? Polshaga bo'lsin, Slovakiyaga, bu davlatlarga priglasheniyalarni qilyapmiz, xabarlaring bo'lsin. Endi asosiy bir maqsadga o'tadigan bo'lsam, asosiy maqsadim mana shu sizlarga shu yaqinda xabarlaring bo'lsa, mana shu YouTube kanalimni subshestvasiga sizlarga bir yangilik qo'ygandim. Mana shu yangiligimni bir to'liqroq sizlarga bir ma'lumotni men tushuntirib o'tmoqchiman. Albatta bilasizlar, bir konkurs o'ynaymiz degan edik. Xohlovchilar bo'lsa qo'shiladi degandik. Bu sizlar uchun eng katta bir zo'r bir imkoniyat. Azizlar, bilsalaring, ya'ni $30 evaziga agar nasibingiz bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa Yevropadan priglasheniya olasiz. Faqatgina priglasheniyami deydigan bo'lsalaring, hozirchalik mana shu biz priglasheniya qilib, navbatga xudo xolasa qo'limizdan kelgancha yordamchi bo'lib qo'ydirib beramiz. Endi agar mana shu konkursimiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, yaxshi bir natija beradigan bo'lsa, xudo xolasa nima deydi, bir yaxshi odam, bir yetarli bir darajada bir mash konkursga qatnashadigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, shunga qarab turib, kerak bo'lsa yo'l kiralarigacha mana shu xohlagan davlatiga, Yevropani mana shu bugungi kunda biz nechta davlatga priglasheniya qilayotgan bo'lsak, butun mana shu davlatlarning bittasini o'zi tanlaydi. Mana shu davlatga aka yoki bo'lsam uka bizga priglasheniya qilib bering deydi. Mana shu davlatga albatta keyin priglasheniyani qilib beramiz. Bundan tashqari azizlar, bilasizlarki, ba'zilari shu kommentariyalarga ana shu subshestvaga qo'ygan so'rovnomani
ba'zilar tagiga haligi bir negativ yozganlar ham bo'pti-da. Misol, mayli ular yozishaversin-ku, lekin insonlar bir tushunmasdan, bilib bilmasdan turib bunaqa narsalarni yozishligi menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki haligi senlar deydi, o'zi deydi, nima deydi? Hali faloncha insonni o'ynatib deydi, senlarda bor yo'g'i bitta priglasheniya. Yo'q, do'stim, bitta priglasheniya emas. Albatta endi buni insonlarning konkursiga qatnashingizga bog'liq. Boya ham aytib o'tdim. Konkursga qancha inson ko'p qatnashsa, shuncha priglasheniya ko'payaveradi. Mana misol Xudo xolasa nasib qilsa, ancha-muncha bir priglasheniya qo'yiladi bunga. Endi aytayman, kerak bo'lsa, misol agar sizni peshonangizda yozgan bo'lsa, shu deylik 20 ta priglasheniya qo'ydik yoki 30 ta priglasheniya qo'ydik. Shu 30 ta odam keladi. Shu nechta inson o'ynagan bo'lsa, shularning ichidan priglasheniya chiqqan bo'lsa, albatta bularga biz priglasheniya qilib beramiz. Endi vaziyatga qarab, albatta vaziyatlar yaxshi bo'lib ketadigan bo'lsa, ko'pchilik bir o'ynaydigan bo'lsa, kerak bo'lsa mana shu insonlarga Yevropaga yo'l kiralargacha qilib beramiz. Mana shunchalik sizlarga bir imkoniyatlarni hozir taniyapmiz, faqat $30 evaziga. Buni ham aytib qo'yasizlar, buni Visa karta qilishlaring kerak bo'ladi. Chunki dollar hisobida tashlanadi pullar. Agar misol nima qiladigan bo'lsalaring, bu konkursga qatnashadigan bo'lsa, $30 mana shu bilinglarki, Visa kartalaring kerak bo'ladi. O'zbekistondagi hali UzCard, so'mma kartalar bo'lmaydi. Shuning uchun ham hozirda men sizlarga yetkazib qo'yapmanki, albatta mana shu o'yinga qatnashaman deydigan insonlar Visa karta ochib olinglar. Keyin ana shu xohlasalaring telefonlaringdan o'tirib, mana shu telefoningiz bo'lsa, shuni telefoningizdan biz mana shu ekranga beramiz, albatta ekranga IBAN nomerlarini beramiz, nomerlarini, ya'ni kart nomerlarini. Shu nomerga shunday kirib turib, pulni tashlab qo'yaverasizlar va gruppaga kirasizlar. Undan keyin Xudo xolasa gruppani ham aytaman, yangi gruppa ochamiz. Mana shu gruppaga kirib turib, akalar, mana u meni pul tashlab qo'yganim nimam, screenshot qilib albatta bizga shu gruppaga tashlab yozib beraverasizlar. Mana shu misol men palonchi, men buncha pul tashlab qo'ydim sizlarga. Shunga qarab turib, Xudo xolasa sizlarning har bittalarining nomlarini olamiz va inshaalloh Alloh nasib qiladigan bo'lsa, nima deydi, ashitdan turib, to'g'ridan sizlarga bir ma'lumotlarni berib, inshaalloh o'yinda o'ynaydigan bo'lsak, mana shunday davom ettiramiz Xudo xolasa. Sizlarga yetkazib qo'yadigan yangiliklar mana shu edi, albatta. Kimlardir haligi tushunmasligi mumkin. Ha, yana bularda ichida shunday narsalarimiz ham borki, bilinglarki, konkursimiz ichida ba'zilarga yutuqlar ham bor. Yaxshi yutuqlar bor. Balki bir televizorlar chiqishi mumkin ichidan. Televizorlar ham qo'yamiz Xudo xolasa. Bir prizlari bor o'ziga yarasha. Eng kattasi hozirchalik priglasheniya. Albatta, kelajakda birinchi o'yinda bir o'ynab ko'raylik. Mana shu nimanimizni, konkursimizni o'ynab ko'raylik. Qani ko'ramiz. Shunga qarab turib, agar imkoniyatlar bo'lsa, Yevropadagilarga mashina ham qo'yamiz albatta ichiga. Mashina qo'yamiz, lekin biz hozirchalik bunga vaziyatimiz buni ko'tara olmaydi. Lekin mana shu Yevropani ichida yurgan, shu O'zbekistondagi butun haliga kelib ishlab yurgan do'stlarimiz bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'lsa mashinalarga mashina ham olib beramiz, nomiga o'tkazib beramiz. Ya'ni prizlarga mana shu Yevropani ichida haliga nima ham qo'yamiz. Xabarlaring bo'lsinki, prizlar mana shu mashina bo'ladi. Mercedes bo'lsin, Audi bo'lsin, BMW bo'lsin, shunga o'xshagan yaxshi mashinalarni qo'yish maqsadlarimiz bor. Endi buni ham albatta haliga nima deydi? Ko'rpachaga qarab oyog'ingni uzat deydi-yu. Sizlarga hozir katta bir nima qilib yubormay, bular endi sizlarning qo'llaringdagi narsa. Qancha inson ko'p o'ynaydigan bo'lsa, shunga qarab turib, Xudo xolasa mana shu prizlar ham bo'laveradi. Mana shularni yetkazib qo'ymoqchi edim. Albatta Visa kartani qilinglar do'stlar, chunki Visa karta kerak. Chunki ertaga mana shu konkursga qatnashaman deydigan bo'lsalaring, Visa karta kerak bo'ladi. Biz albatta ekranga butun kart nomerlarini, ism familiyalarini yozib, chiroyli qilib qo'yib qo'yamiz. Bu O'zbekistonning kartasi emas, Yevropaniki. Agar aka men bankdan tashlab bera olaman deydigan insonlar ham borib bankdan tashlab berishaveradi. Lekin bilasizlar, hozir biz O'zbekistondan ochadigan bo'lsak, albatta bilaman, hamma hozir O'zbekistonda so'mmasi bor. So'm karta ochadigan bo'lsak, buni limiti bor. Ozgina bir pul tushib qoladigan bo'lsa ham limitda bekilib qolaveradi, bir problema chiqadi, u bo'ladi, bu bo'ladi. Shuning uchun ham bilinglarki, mana shu Visa kartalar Yevropaniki bemalol hali uyingizda o'tirib ham tashlayverasiz. Agar aqlingiz yetmaydigan bo'lsa, bankka borasiz, bankdan ham tashlaslaring bo'ladi-yu, lekin baribir Visa ochinglar. Ertaga Yevropaga keladigan bo'lsalaring ham albatta bu kerak bo'ladi Visa karta. Sizlar bu yerda ishlaydigan bo'lsalaring ham sizni kartangizga pul tushadi. Ya'ni O'zbekistondagi kartangizga pul tushsa, o'zingizga yaxshi. Visa karta albatta kerak bo'ladi. Hammaning Alloh panohiga sog' salomat bo'linglar.